Toshkentda yana bir mudhish avariya. 10-sinf o'quvchisi boshqaruvidagi BMW urib ketgan yo'l patrul xizmati xodimi vafot etdi. 25 fevral kuni kechqurun Toshkent shahri Mirobod tumanida haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan o'smir yigit BMW M4 mashinasida yo'l patrul xizmati inspektorini urib ketdi. Xodim turli og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Kichik serjant Hosilbek Eshnazarov ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay 27 fevral kuni shifoxonada vafot etdi. U 33 yoshda edi. Hosilbek Eshnazarov 2022-yildan ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelgan. Uning ortidan 2 nafar o'g'il va 1 nafar qiz farzand qoldi. 2026-yil yanvarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bolaga tarbiya bermaslik bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgani va profilaktik suhbat o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Sentyabrdagi jarimaga bolaning maktabda dars qoldirgani sabab bo'lgan bo'lsa, joriy yil yanvar oyida u o'z boshimchalik bilan avtomobil boshqarib, qo'pol ravishda yo'l harakati qoidalarini buzgan va ota-onasining jarima to'lashiga sabab bo'lgan. Bu qoidabuzarlik videosi internetda tarqalgan edi ham. O'shanda yigit boshqa bir BMW avtomobili bilan yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan o'tib ketgan. Ayni shu voqeaga birozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, yo'l patrul xizmati xodimi urib ketilgan BMW M4 avtomobili 2002-yilda tug'ilgan Atadyanova Leyla Bekzatovnaga tegishli. U 2024-yildan hozirgacha kamida 18 marta transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga haydash uchun bergan. Qo'shimcha ravishda 37 marta boshqa turdagi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan. Doniyorning otasi Zafarjon Kochkunovning aytishicha esa BMW M4 o'g'ilning o'rtog'iga tegishli mashina bo'lgan. O'sha kuni endi o'g'lim o'rtog'i mashina olib ketgan ekan. Men uni bilmaganman lekin, shu o'g'lim shu xodimga juda katta zarar yetkazgan ekan. Men uni o'zidan, oilasidan, ota-onasidan uzr so'rayman. Xalqimdan ham uzr so'rayman. Men aybdorman o'g'lim uchun. Sentyabr oyida o'g'lim Doniyorga maktabga bormagani sababli chora ko'rgandi. Undan keyin yanvar oyida ikkinchi marta ham chora ko'rgan paytim ham qattiq ogohlantirish bergandi. Profilaktik suhbat o'tkazib men bilan shundan xulosa chiqarmoqmiz. Mana bugun o'g'limga yaxshi qaramaganligim, e'tibor bermaganligim mana bugun tergovni kursida o'tiribmiz. Meni loqaligim oqibatida o'g'lim qotil bo'lib qolishi mumkin edi. Barcha ota-onalarga aytaman, mana mendan xulosa qilsangiz bo'ladi. Qonun hamma uchun muqarrar ekan. Mana men misolman. Bularning tarbiyasiga bee'tiborlik bo'lmasligimiz kerak ekan. Shu o'tgan safar o'zi hamma xodimlarga ogohlantirdi. Moshina haydayman deb va'da berdi. Yana shug'ullik qilib haydab qo'ydi moshinani. Hammasi ham noto'g'ri. Qiyinchilikdan pushaymonman. Urgan xodimni men ba'zir kechirim so'rayman xodimning o'zidan, uylaridan, oilasidan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari boshlangan. Hozir ushbu voqea fonida yaxshigina shov-shuv ko'targan boshqa bir videoga